Bismillahirrohmanirrohim. Bid'at masalasi. Hozirgi kunda bid'at so'zi ko'pchiligimizning quloqimizga tez-tez eshitilib turishi sir emas. Ta'bir joiz bo'lsa, bu so'zni bilgan ham, bilmagan ham, tushungan ham, tushunmagan ham ishlatmoqda. Xo'sh, bid'at o'zi nima? Uning lug'aviy, shar'iy ma'nolari hamda uning turlari, kelib chiqish sabablari va oqibati haqida quyida so'z yuritamiz. Avvalo bid'atning lug'aviy ma'nosi haqida. Alloma Ibn Hajar Makki rahimahulloh o'zlarining Fathul Mubin nomli asarlarida bid'atning lug'aviy ma'nosini quyidagicha keltirganlar. Al-bid'atu lughatan ma kana mukhtara'an ala g'ayri misalin sabiqin. Ya'ni bid'at so'zi lug'atda o'xshashi bo'lmagan, yangi narsani paydo qilish degan ma'noni beradi. Bahrul Laoli sharhi Bad'ul Amalida esa bid'atning lug'aviy ma'nosini ijadu shay'i la ala misalin sabaqa. Ya'ni avval bo'lmagan, o'xshashi yo'q narsani paydo qilish deb keltirganlar. Shundan kelib chiqib, mazkur ulamolar bid'at xoh ibodatlarda bo'lsin, xoh odatlarda bo'lsin, yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, Qur'on va sunnatda mavjud bo'lmagan, yangi paydo bo'lgan narsa deb qaraganlar. Ulamolar lug'aviy bid'atni 5 qismga bo'lganlar. Birinchisi, vojib bid'at. Nahv ilmini o'rganish bid'atning mana shu turiga kiradi. Chunki bu ilmni bilmasdan Qur'on va sunnatni bilib bo'lmaydi. Bu ikki manbani o'rganish vojib. Vojibni bajarishga xizmat qiladigan narsa ham vojib bo'ladi. Demak, Qur'on va sunnatni o'rganish uchun nahvni o'rganish vojib. Ikkinchisi, harom bo'lgan bid'at. Mu'tazila, Jabariya va hozirgi salafiy hamda ahli sunnaga zid bo'lgan turli firqa va oqimlarni ta'sis etish. Chunki bular ham islomning ilk davrlarida bo'lmay, keyinchalik turli maqsadlarda tashkil qilingan bo'lib, asosan sof islom aqidasini noto'g'ri talqin qilish, islomga va musulmonlarga zarar berish bilan tanilgan. Shuning uchun bunday firqa va oqimlarga kirish harom hisoblanadi. Uchinchisi, mustahab bid'at. Masjidlarga minoralar qurish, ma'had va madrasalar barpo etish va Nabiy sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini o'rganish uchun turli majlislar tashkil qilish mustahab bid'atlar sirasiga kiradi. To'rtinchisi, makruh bid'at. Masjidlarga haddan oshiq ziynat berish. Beshinchisi, muboh bid'at. Yeb ichish, kiyim-kechak, maskan manzillarda kengchilikka yo'l qo'yish. Ya'ni agar haloldan bo'lsa, kishi o'zi yashaydigan manzilini o'ta chiroyli ta'mirlasa, faxr va kibrdan xoli bo'lib, qimmatbaho kiyim kiygan bo'lsa va yemoq-ichmog'idan kengchilikka yo'l qo'ysa, gunohkor bo'lmaydi. Chunki shar'an bu paytda mazkur ishlar muboh sanaladi. Bid'atning shar'iy islohiy ma'nolari. Bid'atning shar'iy islohiy ma'nolarini Bahrul Laoli sharhi Bad'ul Amali asarining sohibi quyida 3 qism qilib keltirganlar. Birinchisi, az-ziyadatu va nuqsonu fid-din min g'ayri izni shari'. Ya'ni shari'ning iznisiz dinda ziyoda va nuqsonga yo'l ochish. Ikkinchisi, ja'lu g'ayri dini dinan aw ma yakunu mushabihan bidini va laysa min ad-din. Ya'ni dindan bo'lmagan narsani din deb bilish yoki dinga o'xshash martabaga ko'tarish. Uchinchisi, amalun muhdasun ala niyatil ibadah. Ya'ni dinda asli yo'q bo'lib, yangi paydo bo'lgan narsani ibodat niyatida bajarish. Mazkur ta'riflarga asoslanib fuqaholar ikkita fiqhiy qoidani joriy qilganlar. Birinchi qoida: al-aslu fil ashya'i huval ibaha. Ya'ni narsalardagi asl qoida mubohlik va tozalik. Ya'ni aslida hamma narsa muboh va tozadir. Ikkinchi qoida: al-aslu fil ashya'i huval hurma. Narsalardagi asl qoida haromlik va nopoklikdir. Zohiran qaraganda bir-biriga zid bo'lgan bu ikki qoidani tatbiqi shundayki, agar bir kishi dunyo ishlarini osonlashtirish, odamlarning og'irini yengil va uzog'ini yaqin qilish maqsadida biror narsa, masalan, mashina, telefon yoki turli foydali jihoz va uskunalarni o'ylab topib ixtiro qilsa, narsalardagi asl qoida mubohlik va tozalikdir qoidasiga binoan bu yaxshi va maqtalgan ish hisoblanadi. Ammo ibodat niyatida dinda biror narsani joriy qilish, sunnat bo'lmagan amalni sunnat deb qilish, narsalardagi asl qoida haromlik va nopoklikdir qoidasiga binoan bid'at va harom ish hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.